Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Just Market Brokerdan qanday qilib ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi bo'lib Just Market Brokerga kirib olamiz saytiga va bu yoqdan registratsiya bo'limini bosamiz. Ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Davlatimiz tanlashimiz kerak. O'zbekiston. Pochtamizni kiritamiz. Pochtani kiritdik va parol o'rnatishimiz kerak. Parolni ham o'rnatdik va continue tugmasini bosamiz. Account muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tildi. Ana endi asosiy qism, ya'ni verifikatsiya qilib olishimiz kerak. Complete verification ni bosamiz va verifikatsiya qilib olamiz. Get start. Birinchi bo'lib pochtamizni verifikatsiya qilib olishimiz kerak. Mana pochtamizga o'tib olamiz va bu yoqdan mana Just Marketdan keldi. Ro'yxatdan o'tganligi haqida aningni verifikatsiya qilib olishimiz kerak. Verifikatsiya kodini jo'natgan bo'lish kerak. Ozgina kutib tursak ko'rinib qoladi. Bir xil paytlarda spam papkasida ham tushib qolishi mumkin. Shunga e'tiborli bo'linglar. Mana spamda tushib qolgan bizga. Mana shuni endi kiritamiz. Xo'p, qaytib o'tib olamiz va bu yoqda mana kiritdik. Bo'ldi, continue ni bosamiz. Bo'ldi, aningda ism, familiya to'liq kiritishimiz kerak. Xuddi pasportda qanaqa bo'lsa shunaqa. Tug'ilgan sanalarimizni, oy, yillarimizni belgilab olamiz, hammasini. Erkak, ayol qaysi bo'lsa o'shani belgilab olib, undan keyin adresimizni kiritamiz. Adres kimda qanaqa bo'lsa o'sha adresini kiritsin. Yashash bo'yicha Toshkent shahar, masalan, Toshkent. Kimda qanaqa viloyat, tuman bo'lsa hammasini kiritishimiz kerak. Zeyn taxminan kiritamiz. Men ko'rsatish uchun ko'rsatyapman sizlarga. Telefon raqamini kiritib olamiz. Telefon raqami kiritildi, continue bo'ldi. Ro'yxatdan oldin o'tmagan raqam bo'lishi kerak. Shu sababdan shunga e'tiborli bo'lishlari so'raladi. Nomerni kiritamiz. Bo'ldi. Endi bu yoqdan mablag'ni to'ldirib chiqishimiz kerak. Qancha yillik tajribangiz bor, xullas hammasi haqida, qanaqa savdo turi bilan shug'ullanasiz, qanchagacha oborot qilmoqchisiz, shularni so'raydi. Shular bo'yicha to'ldirib chiqasiz. Continue tugmasini bosadigan bo'lsak, bundan ham tanlab olamiz. Continue tugmasini bosamiz. Bo'ldi, aningda asosiysi nima? Pasport ma'lumotlarini joylashtirish. Bu yoqda kirib, ID karta bo'lsa ID karta, pasport bo'lsa pasport yoki prava bo'lsa pravani joylashtirsa bo'ladi. Birinchi bo'lib bu yoqda ma'lumotlarimizni joylaymiz. Joylagandan keyin endi prosta taxminiy men joylayapman. Sizlar o'zlaringizni o'sha pasport ma'lumotlaringizni joylashlaringiz kerak bo'ladi. Bo'ldi, submit tugmasini bosamiz. Pasport ma'lumotlarini joylagandan keyin bu yoqda yashash joyi haqida ma'lumot so'raladi bizdan. Endi o'sha yashash joyimizni MyGo dan kirib, doimiy yashash joyi haqida ma'lumot desa beradi. O'sha narsani olib, bu yoqda joylashtirsalaringiz bo'ladi. Uni ham masalan biz taxminiy bironman joylaymiz. Sizlar lekin o'sha aslisini olib joylashlaringiz kerak. Joyladik. Bo'ldi, submit dokumentni bossak, o'sha avtomatik joylanadi. Bo'ldi. Dokument tekshiruvga jo'natilindi. Atvetini aytib yuboradi. Ungacha bemalol depozit qilib, savdo qilib bersalaringiz bo'ladi.
Xo'sh, depozit qilish uchun bank kartalari bor, ya'ni Visa kartalar bor. Undan tashqari Humo Uz kartam bor. Kriptovalyutalar bor. Faqat kriptovalyutalar verifikatsiyadan keyin ochilinadi. Ungacha bemalol Visa, Humo kartalardan пополнить qilib, pul tashab ishlayversalaringiz bo'ladi. Bu yoqdan bo'lsa, My account bo'limidan bo'lsa, qo'shimcha akkauntlarni ochib, bemalol MetaTrader 4, 5 uchun savdo qilsalaringiz bo'ladi. Hammasi bor. Unda asosiy narsa Sentry akkauntlar ham bor va spreadlari ham juda ham zo'r. Minimal depozit ham juda qulay, $10. Xullas, qisqacha mana shu akkauntdan ro'yxatdan o'tib olish tartibi mana shunaqa bo'ladi. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.